Bugun menga xudo xolasa javob qizlar, bilasizlar, mana operatsiya kuni kechqurun bo'ldi. Kecha bir kun yotdim, bugun ikkinchi kun, уже yaxshiman. Doktor javob berdi, ko'rib tekshirib, qog'oz berishdi diyetaga. Ichayotganim, mana shu operatsiyadan keyin bir kun ichmadim, ertasi kuni aktimel ichyapman. Mana bunaqa katta qilib turshak suvini, mana uringni suvini ivitib olganman deb. Bunga oyim ivitib yubordilar, o'shani ichyapman. Bo'lib, ana kichkina choy qoshiqda ichyapman. Bu nima deydi, ana suv icholmaydiganlar uchun. O'zi oddiy suv ichish kerak, men suv ichsam qo'yilmayapti, buni ichyapman. Zo'r ketyapti. Ishoninglar, mana shu aktimelni, mana shuni ichganinglarda xuddi shashlikdek ketyapkan-a. Ichgan shashlik yegandek bo'lar ekansizlar. Qorninglar ochmaydi. Buni ham bo'lib ichasizlar. Ozgina ichganinglar, mana tasavvur qilinglar, bir lagan oshni bo'kib yedinglar-yu, o'shanda qanaqa lazzat olasizlar? Mashindan ham bir xo'plab ichganinglarda xuddi shunaqa lazzat olasizlar. Уже sizlar to'qsizlar, уже sizlar energiyaga boysizlar, yurishga, o'ynashga, kulishga ketaverasizlar. Mana tasavvur qilinglar, diyeta qilib ozganinglarda qanaqa baxtli bo'lasizlar. Bu yerda sizlar kun sari, soat sari ozasizlar. Google Joling maqtan qo'yib ko'rdinglarmi? Aytdi. Kosmetologlar kerak emas уже. Kosmetologlar kerak emas, уже men bilan o'zi chiqadi desam. Yo'q, kosmetolog kerak. Kerak. Sponsorim bor meni. Kerak. Shunaqa gaplar qizlar, hammaga omad. Bari ozgandan keyin yuzlar bo'shashib, yumshashi oldini olishni обязательно ayollarga aytaman. Men o'zimda ham bo'lgan voqea. 3 oydan keyin обязательно borish kerak. Kosmetologga обязательно. Ranopam. Ranopa, от души xizmatdasiz. Aytdim, men yuzim chiqayotgandan keyin kelaman deb.